Onasi qizingga ayt. Uylarni chala tozaladi, boshqatdan tozalasin. Hali yoshda dadasi. Yoshligi qoldimi? Dadasi boshlang. Olinglar. Qizimiz ancha pazanda bo'lib qopti. Tuzi pas ekan. Oyi, qo'shni gapini eshitdingizmi? Onasi qizingga ayt. G'iybat qilishni o'rganmasin. Xo'p dadasi. Oyi, dada nima uchun nima qiladilar? Ha, tinchlikmikan? Sizda xusumatingiz bormi dadasi? Nimaga buncha kamchilik topaverasiz qilgan ishidan? Onasi keyin tushunasan. Kel qizim, o'tir kel. Assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Qizim, yaxshi keldingmi? Qudalar yaxshimi? Kuyovim yaxshimi? Rahmat, yaxshi dada. Qizim, kichkina ovsining tinchmi? Yo'q, ajrashib ketishdi. Chora. Nima bo'lgandi o'zi? Ovqat qilishni bilmasdi, uy ishlariga yaxshi qaramasdi, uni ustiga g'iybat qilardi ko'p oyi. Endi tushundim dadasi.